هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf tefsiri 157. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-A'raf suresinin 157. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula elçige Ummu Peygamberge, yani Muhammed aleyhisselam'a erişidi. Ula öz ilkideki Tevrat, İncillarda onun sübtinin yazılganlığını gördü. O ulanı yaxşı iş kılışkı buyuruydu. Yaman iş kılıştın tosudu. Ulağa pak neslerini halal kılıdı. Napak neslerini haram kılıdı. Ulağının eğir yükünü yenikiltidu. Ulanı selingan takak koyuzu kişenlerden boştudu. Yani ulağı yüklengen eğir vazifelerini ilip taşlaydı. Onunla iman etinler, onu hürmetligenler, onunla yardım bergenler, onunla nazıl kılıngan nur, yani Kur'an'a ergeçkiçiler, bəxtki erişkiçilerdir. Peygamberlerinin sübtü doğrusu da. Ula elçige, Ummu Peygamberge, yani Muhammed aleyhisselam'a erişidi. Ula öz ilkideki Tevrat, İncillarda onun sübtinin yazılganlığını gördü. Bu burunqi peygamberlerinin kitaplarında kelgen Muhammed aleyhisselamның sübtleridir. O peygamberler ümmetlerge Muhammed aleyhisselamның peygamber kılınıp evetildiğanlığı bilen hoş bişaret berdi. Ulanı peygamber aleyhisselam'a ergişki buyurdu. Ulanın kitapları da Peygamber aleyhisselamның sübtleri saklanıp geldi. Ulanın dini alimlerimi ve dini rehberlerimi Peygamber aleyhisselamның sübtlerini bilirdi. İmam Ahmed Ebu Sahir Uqayli'den bir sahralık Arap'nın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Ben Peygamber aleyhisselamның zamanında set üçün Medine'ye süt elip geldim. Sütünü setip bolgandan keyin könglimde men bu kişi Muhammed aleyhisselam'ını demekçi. Men bu kişi bilen bir uçuruşup onun sözünü bir anlap bakay dedim. Şu çağda Peygamber aleyhisselam Abu Bakr bilen Ömer'nin oturusida menip ketivatkan altıda man uçuruşup kaldı. Şunun bilen men ulanın arkasından mağdım. Ula menip balalarının içinde en çıraylık balasının sakratqı düşüp kalganlığı üçün özüge teselli izdep Tevrat okup olturgan bir Yahudinin kışığı geldi. Peygamber aleyhisselam o Yahudiga Tevrat'ın nazıl kılgan zat Allah'ın namı bilen senden şunu ötünüp sonra bakay. Sen muş kitapta menin sübtimni ve menin qaysi yerde peygamber bulup çıkışımni uçurtamsen dedi. Eylik Yahudi beşi bilen uçuratmayman degen işaretini bildirdi. Onun kışıda sakrat yatkan balası Tevrat'ın nazıl kılgan Allah'ın namı bilen qasam kılman ki biz hakikaten Tevrat'ta senin sübtini ve senin qayerden peygamber bulup çıkışını uçurtamaz. Men Allah Teala'dan başka bir ilahның yokluğa ve senin Allah Teala'nın peygamber ekenlikin guvahlıq bermen dedi. Peygamber aleyhisselam sizler o Yahudini sizlerning bir qerindishinglar qatarıga qo'yinglar dedi.
Ondan o bola o'lgandan keyin uning o'ligini payg'ambar alayhissalom o'zi kepaldi va namozini tushirdi. Ibn Jarir Ata ibn Yasarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Abdullah ibn Amrni uchirtib uningga: "Sen menga payg'ambar alayhissalomning Tavratdagi sifatlaridan xabar bergan bo'lsang" dedim. U: "Ma'qul, Allohning nomi bilan qasam qilaman. Muhammad alayhissalom Qur'onda qanday sifatlangan bo'lsa, Tavratda ham shunday sifatlanib kelgandir. Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifati: Ey payg'ambar, haqiqatan seni biz guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi va savodsizlarni, ya'ni ummatingni saqlab qolg'uchi qilib avatdiq. Sen mening bandam va mening payg'ambarim. Men seni tavakkul qilg'uchi deb atadim." Alloh taolo Tavratda Muhammad alayhissalom to'g'riliq yana u qo'pol va bag'ri qattiq emas. Bozorlarda varqirmaydi, yomonlikqa yomonlik qaytarmaydi, balki yomonlikni kechirdi. Alloh taolo hatto uning bilan ozg'un millatni la ilaha illalloh degizish orqali tuzimigacha uning bilan quluplangan dillarni, gaz bo'lib qolgan quloqlarni va ko'r bo'lib qolgan ko'zlarni ochmag'icha uning jinini olmaydi degandir dedi. Ata ibn Yasar mundaq deydi: "Ondan men Ka'b bilan uchrashib, uningdan Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini so'radim. U Abdullah ibn Amrga o'xshash bayon qilib berdi." Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ko'plagan salaf olimlarining qarashicha, Tavrat degan atalg'u ahli kitobning barliq kitoblarining umum atalg'usidir. Ba'zi hadislarda buningga o'xshab ketadigan bayonlar keldi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Bu burungi payg'ambarlarning kitoblarida kelgan Muhammad alayhissalomning sifatlaridir. Payg'ambar alayhissalomning amaliyati shundoq edi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan yaxshilikni buyurdi, yomonlikni to'sdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Sizlar Alloh taolaning ey mu'minlar deganligini anglasanglar, uningga diqqat qilib quloq solinglar. Chunki u sizlarni biror yaxshilikqa buyurish yoki biror yomonlikdan to'sish uchun qilgan chaqiriqdir. Bu chaqiriqlardan eng muhim bo'lgani payg'ambar alayhissalomni shirki yo'q, yolg'iz bir Alloh taolaga ibodat qilishga buyurish va Alloh taoladan boshqa ibodat qilishdan to'sish uchun kelgan chaqiriqdir. Payg'ambar alayhissalomdan burun avatilgan barliq payg'ambarlarmi mush chaqiriq bilan avatilgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar. Shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar" deb payg'ambar avatdi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ya'ni kishilar o'zlariga qiyinlashtirib, o'zlariga harom qilib olgan bahira, saiba, vasila va ham qatorliq to'gilar va shuningdek narsalarni halol qilib berdi. Ularga nopok narsalarni harom qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Ularga cho'chqining go'shi, jazona, o'sim qatorliq Alloh taolo yeyishni harom qilgan narsalardan o'zlaricha halol qilib olganlarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltidi. Ularni selingan taqoq ko'z kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom osonchilikni ilib keldi. Payg'ambar alayhissalom Muaz bilan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhumani
Yemenga vali qilib avatganda u ikkisiga xo'sh bishorat beringlar, qochirib o'tmanglar, osonlashtiringlar, qiyinlashtirmanglar, bir-biringlarga bo'ysuninglar, ixtiloflashmanglar dedi. Payg'ambar alayhisalomning hamrohi bo'lgan Abu Barda Aslami degan sahaba mundaq deydi. Men Payg'ambar alayhisalomga hamroh bo'lgan edim. Payg'ambar alayhisalomning ishlarni osonlashtirganligini ko'rdim. Bizdan burun o'tgan ummatlarning shariatlarida u ummatlar uchun qiyinchiliklar bor edi. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhisalomning ummatiga ishlarda kengchilik va osonchilik qilib berdi. Shunlashqa Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Mening ummatim ko'ngliga bitgan bir yomon ishni eg'izida deb salmaganlar bo'lsa yoki qilib salmaganlar bo'lsa, Alloh taolo uning ko'ngliga bitgan shu yomonligini kechirib yetadi." Payg'ambar alayhisalom yana mundaq deydi: "Mening ummatimdan xatolashib, unutilib qilib va majburlanib qilib sağan ishlarning gunohi kechirib yetildi. Şuna Allah Teala u ummatni mundaq deb tilashga tavsiya qildi. Rabbimiz agar biz unutsak yoki xatolashsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagan. Rabbimiz bizdan ilgarikilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagan. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Rabbimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin. İmam Muslim mundaq deb rivoyat qiladi. Alloh taolo yuqorqi har bir tilakning keyindan men albatta shundoq qildim, dedi. Onunğa iman etinglar, uni hurmatlaganlar, onunğa yordam berganlar, onunğa nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishuvchilardir. Ya'ni dunyo va oxiratda baxtga erishuvchilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah terildirdi ve öldürdü. Onun Allah'a ve Allah'ın sözlerine iman keltirdiğin elçisi ummi peygamberge iman keltiringlar. Hidayet tepişinglar üçün onunğa ergişinglar. Muhammed aleyhisselamның bütün insanlığa peygamber bulup gelgenlik doğrusida. Allah Teala peygamberi Muhammed aleyhisselam'a mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey insanlar, yani bu insanların içige ak tenlik yoki qora tenlik bo'lsin, mayl Arab milleti yoki boshqa millatlardan bo'lsin, bütün insanlar kirdi. Men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman, ya'ni men bütün insanlarga avatilgan payg'ambarman. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlarning tuganchisi qilinganligi, bütün insanlığa peygamber kılınıp evetilgenliki onun verilgen katta şeref ve çoğun hürmettir. Allah Teala bu vakti mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, mening peygamberlikimning rostlığı üçün qaysi narsa eng çoğun guvoh? Aytqin ki, Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Mana Allah'ның guvohligi kifoyadir.
Bu Kur'an bana sileni ve kıyametkiçe Kur'an yetken kişilerini agahlandırış için vahiy kılındı. Kuffar cemaatlerden kimiki Kur'an'ı inkar kılıdken, onun vaad kılıngan cay dövzektir. Kitap verilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve ummilerge, yani Arap müşriklerge, Müslüman boldunlar mı? Digin. Eğer ula Müslüman bolsa doğru yol tapkan boludu. Eğer ula yüz örse, sana hiç zihni yok. Senin fakat tebliğ kılış mesuliyetin var. Bu vakt gelgen ayet ve hadisler nihayetimi köptür. İslam dininin her zaman ve her makanına muvafık ekenligiga qaragandımı, Peygamber aleyhisselamның bütkül ümmetlerge peygamber kılıp evetilgenligining nihayetimi zörürligi bilinip turdu. İmam Buxari Abu Darda radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Bakr radiyallahu anhu bilan Ömer radiyallahu anhu'nun oralig'ida bir suhbat bo'ldi. Suhbat jarayonida Abu Bakr Ömerning ochiqini keltirib qo'ydi. Shuning bilan Ömer ochiqi bilan o'rnidan turib ketdi. Abu Bakr Ömerning orqasidan berib, uningdan kechirim so'radi. Ömer uni kechirib yutishga unamay Abu Bakrga ishikni yipib uyga kirib ketdi. Abu Bakr Peygamber aleyhisselamning yeniga keldi. Shu chaqda biz Peygamber aleyhisselam bilan birga edik. Abu Bakr nihoyatimi oldirash kirib keldi. Peygamber aleyhisselam, sizlarning bu qarindishinglarning ochiq kelib qopti dedi. Abu Bakr bo'lgan ishni Peygamber aleyhisselamga tafsili so'zlab berdi. Ömer mu qilgan ishiga pushaymon qilib Peygamber aleyhisselamning yeniga kirib, uning yenida o'ltirib bo'lgan ishni so'zlab berdi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselamning chiroyi ochiqlanganligidan o'zgarib ketdi. Abu Bakr qo'rqib ketib, ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, men uvol qilingan edi deb yelinishga boshladi. Men uvol qilingan edi deb yelinishga boshladi. Payg'ambar alayhisalom, sizlar menga mening hamrohimni tashlab beramsizlar? Ey insonlar, men haqiqatan Alloh taolo tarafidan hammanglarga avatilgan payg'ambarman degan vaqtimda sizlar yolg'onchisan deb javob berdinglar. Abu Bakr bo'lsa, sen rostchisan deb javob bergan edi dedi. İmam Ahmad ibn Abbas radiyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Menga mendan burun kelgan biror payg'ambarga berilmagan 5 ish berildi. Men buni faxrlanish uchun demayman. Bu 5 ish men oq va qora tanlik barliq kishilarga payg'ambar qilinib avatildim. Düşmanlarimning diliga bir oy yiroqlikdagi musobadan qo'rqinish selish bilan yordam berildim. O'ljilar menga halol qilinib berildi. U mendan burun biror kishiga halol qilingan emas edi. Menga zaminning ham yeri namoz o'qishga bo'ladigan va pokizlanishga bo'ladigan qilib berildi. Menga shafaat qilish imtiyozi berildi. Men uni ummatim uchun qiyomat kuniga saqlab qo'ydim. U shafaat Alloh taologa hech nima shirik keltirmay vafot bo'lgan kishiga nisb bo'ldi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Ya'ni men hamma narsaning yaratuvchisi, Rabbi, egidorchilik qilish, terildirish va o'ltirish o'z ilkida bo'lgan hamma narsaning egisi Alloh taolo tarafidan avatilgan payg'ambardirman. Uning Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummi payg'ambarga iymon keltiringlar. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zining uloq avatilgan payg'ambar ekanligidan xabar berib, ondan ularni o'ziga ergishishga va iymon keltirishga buyurdi.
o'zining burunqi payg'ambarlarning kitoblarida va'da qilingan va xush bishorat berilgan so'zi bilan amaliyati birdek bo'lgan va o'ziga Alloh taolo tarafidan tushirilgan Alloh taoloning so'zlariga iymon etadigan payg'ambar ekanligini bildirdi. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Ya'ni sizlar to'g'ri yo'lni tepishinglar uchun u ko'rsatgan yo'lda meninglar va uning ish izlariga ergishinglar. Musa'nın qavmining, ya'ni Bani İsrailning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Alloh taolo bu oyatda İsrail avlodining ichidan haqqa ergishadigan va uning bilan to'g'ri hukm qiladigan bir turkum kishilarning borligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasoralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ina badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblar o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Robbining dargohida savob berildi. Alloh haqiqatan tiz hisob olg'uchidir. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudilarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan sabr toqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarida ta'sirlanib darhol sajdaga boradi. Ular Rabbimiz pokdir, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishadi. Sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga teg'imi tazarru qiladi. Ular, ya'ni Bani İsrailni 12 tarmoqqa, ya'ni qabilaga, jamoalar qilib bo'lib etdik. Musa'ning qavmi bayovonda uningdan suv talab qilganda Musa'ga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa hassi bilan toshni urdi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyibon qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'ydinini tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatlik narsalardan yanglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solgani yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlari zulm qildi, zulm soldi. O'z vaqtida biz ularga, ya'ni Bani İsrailning ota bobolarga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar. U yerdagi yemakliklardan xolig'ininglarcha yanglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin denglar. Jami gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda beramiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'zlarni, ya'ni Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdik. Biz bu oyatlarning ma'nosiga munosabatlik mazmunlar haqida Sura Baqaraning 59-60 oyatlarining tafsirida to'xtalgan edik. Sura Baqara Madinada tushgan,
Lekin bu oyatlarning ifodalaydigan ma'nisidan qaraganda bu oyatlarning Makkada tushganligini ko'rib olishga bo'ladi. Biz Sura Baqarada bu oyatlar bilan Sura Baqaradagi mushu mazmunlarni ifodalab kelgan oyatlarning oralig'idagi farqlarni bayon qilib o'tgan edik. Shung bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Hamda sanolar Alloh taologa bo'lsin. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'raf tafsiridan 162 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.